Qalagining surishlar hammasini ko'rib oldik. Чтобы travertin ekonomliroq bo'lishi uchun. Travertin ekonom qilish uchun. Tegi chiqmasligi uchun shu rang bir xil bo'lishi. Surganda o'zi farqi yo'q. U narsaga e'tibor qilmaydi. Tez qilinadi sepganda. Toshligi maydoni. Buni metallak. Atecheti boshqa narsa. Bu yaltiroq kuchli ko'tarilayotgan narsa, lekin bu boshqa narsa. Meni bekitlar ekan. Anchasiga qiladi. Bir qiziqqanlar bor, yana bitta mana turibdi taxta. Keling. Hozir kel. Keling. Bitta priz yana. Yana bitta qiling. Qo'lni o'rgatinglar deydi, biz travertinga. Boshqa travertindan qilmaysiz, mana. Keling. Tamammi? Siz. Mayli. Shu hali o'zingiz silab, o'zingiz to'g'rilang. Qalagini surishlar hammasini ko'rib oldingiz. Xuddi shunaqa surasiz. Agar bo'lsa kichkinada qiling. Sitnoy degan o'sha primerlar, sitnoyda o'sha rangi travertin rangiga qarab chiqariladi. Чтобы travertin ekonomliroq bo'lishi uchun. Birinchi bu undan keyin rangiga qarab uriladi. Qarang, buni nimaga uriladi? O'sha mikro treshinalarga, o'sha anaqalik to'ldirish uchun yaxshi-da bu. Changlarni yo'qotish uchun. Ha, shunaqa. Ammo bunisi yana travertin ekonom qilish uchun. O'zini rangiga mos bo'lgan. Bir xil bo'ladi, birga bir pashta bo'ladi. Bir sloyda chiqaraman deydi travertinni. Ala o'shanda shu rangidan bir xil tegida urib chiqsa, guruhda anaqada ikkinchi sloyda shu travertin sursa, o'sha manufaktura chiqarib ursa ham bo'ladi. Просто chaqchi urayotganda tegi chiqmasligi uchun o'sha rang bir xil bo'lishi kerak. Shuni qilgan. Sepganda ham shu ahvol. Bir xil joyga sepilmay qoladi. O'sha travertinni gruntokada rangi bir xil bo'lib tursa, bilinmaydi. Asmani yuzasiga xuddi shu qo'ygansiz. Ha, surib qo'yganman. Oqqa moslab oqini surib qo'yganman. Rang o'zi ranglar bilan qilinadi. Surganda o'zi farqi yo'q. U narsaga e'tibor qilmaydi. Surganda bu shunaqa bo'ladi. Mana narsa o'zi tekstlab yo'qotadi hamma narsani. Bumi? U chakish agar sepsa ham bu narsa bilinmaydi, bir xil bo'lib bo'ladi. Silaganda o'sha e'tibor qilish kerak-da. Men bu gubkadan keyin silaganda. Silaganda bunda ham masalan chakish urganda yo'q qilib yuboradi. E'tiborni bir xil joylarni, ko'p joylarni o'ziga tortib oladi, kam joylarga qo'shib qo'yadi. Shunaqa narsa-da bu chakish. Pecha deyiladi bizning tilda. Ketdi mana o'zingiz aniq qiling, uravering. Yo'q. Aka, boshqa ishlamagan ekanda ekan olmishning-da bu. Mana shu uravering, bu kamayaveradi, bir xil qilaveradi emas. Bechalar bo'lar ekan. Mana shu, chunki vaqt ham ketmaydi, tez qilinadi sepganda. Faktura bunaqa boshqacharoq bo'ladi-da. Ani silaganda ham anaqasi katta bo'ladi, bir xil bo'ladi. Chiroyli chiqadi. Sepganda ham kerak emas. Yo'q, kerak emas. Nima deydi? Sirazi ketidan kattaroq andavadi, silanib ketaveradi. Endi bu ham sirazi emas, ozgina qotadi. Dojlik ham chiqarasizlarmi? Dojlik endi, yo'q, dojlik Shotlanka degan narsamiz bor. Chiqaramiz. Toshligi maydonroq. Chiqsa bu 5-6 deb chiqsa, kamayib ketadi. Bo'ladi. Qaysi taraf qulay bo'lsa, bir xillayda chapaqay bo'ladi, teskari qiladi. Keyingilarga uni teskarisini qilish kerak. Masalan, birinchisiga o'ngdan chapga bo'lsa, chapdan o'ngga qilib. Qarang, ushlaganda bormi? Iloji bo'lsa, mana 3 qilasiz, gradusni kamroq qiling-da, mana buni. Ha, tekisroq. Tekisroq. Lekin mana bu tegmasa, sudrab ketib qoladi. Ha. Mana o'sha chiqadi. Mana o'sha bu qattiq yaltirash boshladi, mana qarang. Metallak. Yozib qo'ygan bo'ladi. Lak metall ichiga kukuni solingan. Mana yozib qo'ygan. Mana qarang, akril и metallak deb yozilgan bo'ladi. tekis ekan-a. Bir xil ajralmasdan Atecheti boshqa narsa. Yo'q, atecheti boshqa narsa. Qumli atecheti u travertinga urilmaydi. bermaydi. Qarang, atecheti bilan buni farqi katta. Atecheti toza jemchik, metall anaqasini beradi, effekt. Sal seriyroq bo'ladi. Bu qumli atecheti, bu boshqacha. Bu o'zi kukuni qo'shilganda bu yaltiroq kuchli. Ham rangi oq bo'ladi, oppoq bo'ladi. Hali ko'p anaqa tarqalmagan, endi ommabop emas bu. Endi chiqqanaqa narsa-da, ko'tarilayotgan narsa, lekin o'sha spros bor, katta anaqa joylarga ursa, ham arzonroq varianti. Ko'plari nima farqi bor aka? Atecheta bilan atecheta shpaklovka. Shpaklovka. U внутренний anaqa, shunaqa narsa. U как shpaklovka bor, faqat anaqa nima deydi, jemchik shpaklovkalarda. A bu lak. Bu boshqa narsa. Bu lak. Ko'proq narujniylarga bu внутренний ishlarga ishlatsa yaxshiroq bo'ladi. Shunaqa.